gapni aytyapmiz. Bularni davolating Xurshid aka. Mana jigarlari ham sirroz ekan. Hozir ikkita qizcham bor. Mani o'shalarning yoshlari bu qizchalar bilan teng ekan. Subhanalloh. Kecha rosa bayram ko'ylaklari unday deb ularni hollarini ko'rib, agar o'sha o'zimiznikilardan o'ndan bir qismini yoki 100dan birini qilganimizga ham bu qizchalar ham baxtli bo'lardi. Bu shu oilani, shu qizlarni institutni tugatib turmushga chiqqanigacha hammasini men o'zim to'liq nazoratimga olaman. Alloh rozi bo'lsin. Subhanalloh. Alloh rozi bo'lsin. Bu kishi Samarqandning eng ko'zi ko'ringan boylaridan. Biz atayin bu kishini iltimos qilib olib keldik. Ismlari Xurshid aka, yaqindan tanishib oling. Bularni duo qiling. Vaqt jamoat fondini safida xizmat qilayotgan minglab, millionlab insonlar bor. Butun yurtimiz bo'ylab befarq bo'lmagan insonlar bor. Ularning haqqiga duo qiling. Bu ishlarimiz bardavom bo'lsin. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Qizlarim mana uylarni ta'mirlab beramiz, go'zal bo'ladi. Bu kishi endi sizlarga ota o'rnida ota bo'ladilar. Xurshid aka, otajon desanglar ham bo'ladi. Bular xursand bo'ladilar bundan. Onajonni davolatamiz. Inshaalloh nimaiki kerak bo'ladigan bo'lsa qilamiz sabablarini Hindistonga yuborish kerak bo'lsa Hindistonga ham jo'natamiz. Xursandmisizlar?